Hammaga salom. O'zbekiston terma jamoasi safida eng ko'p gol urgan futbolchilar haqida hech eshitganmisiz? Agar eshitmagan bo'lsangiz, ushbu video siz uchun va videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Va albatta, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, top 5 ta O'zbekiston terma jamoasida eng ko'p gol urgan futbolchilar. 5-o'rinda Server Jeparov. Server Jeparov hisobida jami 25 ta gol mavjud. 4-o'rinda esa Aleksandr Genri. Aleksandr Genri hisobida jami 31 ta gol mavjud va u 97 ta uchrashuvda bu gollarni darvozaga kiritgan. 3-o'rinda esa Mirjalol Qosimov. O'zbek futboli afsonasi Mirjalol Qosimov ham 31 ta gol urgan, 67 ta uchrashuvda maydonga tushgan holda. 2-o'rinda esa bir necha yillar davomida O'zbekiston terma jamoasining to'pirari bo'lib kelgan Maksim Shatskix. Uning hisobida jami 34 ta gol mavjud. 1-o'rinda esa O'zbekiston terma jamoasi safida eng ko'p gol urgan futbolchi Eldor Shomurodov. Eldor Shomurodov hisobida 42 ta gol va u 84 ta o'yinda maydonga tushgan holda ushbu gollarni kiritgan va hali ham faoliyatini davom ettiryapti terma jamoamizda.